Esingizda bo'lsa, mana shu mashinani boshlang'ich 8 dollar bilan 26 oy 250 dollardan qo'ydi ekan. Endi narxi tushdi. Boshiga 750 dollar berasiz, 24 oy 250 dollardan qilib berishga berishyapti akalar. Bitta srochniy obzor qilib beraman. Akalar ketdik. Yil 2011 birli motor, faralar ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi holat, balon holatlari ham, juda ham yaxshi motorlari ham, okay, ishoning, soatda ishlab turibdi. Salon qismiga kiradigan bo'lsa akalar, hop, obshipkalar yaxshi holatda, chiqollari yomon emas, poliklar yaxshi holatda, uzunamda qarovlari. Hop, 293 ming probeg, mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi monitorlarigacha bor, konditsionerlargacha ishlaydi deyaptilar akalar. Mashina tayyor holatda akalar. Mashina to'laqonli benzin yuradi, hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz, okay. Hozir dajim ham orqa kameralari ham polniy ishlaydi. Hozir monitorga qilib beradi. Boshiga 750 dollar, 250 dollardan 24 oyga qilib berishga berishyapti akalar. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beriladi. Xullas, Telegram nomerdan qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Spark qidirgan o'rtog'ingizga bu videoni jo'natib qo'yishingiz chiqmasa. Okalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizni himoya qilasizlar.